5-aprel yakshanba bozordan qaytdi mashina. 3800 shu mashinaga tirikchiligiga biza narx qilgan edik olib sotishga. Mashinani egalari bizga qimmatroq sotib bering deb berib ketishdi. 4200 biz kanalga qo'yganmiz. Bizga yozishdi 4000 mana shu atrofida, 4100 atrofida bozorda sotilganlarni aytishdi. Aytishganligida shu 4000 ekan buni narxi minuchiga. Yana yozib ketinglar 4000 ga minuchiga yaxshimi? 4000 egalari bilan gaplashib sotuvga qo'yamiz. Bozor ko'rdi bu mashina 3700 Qo'qonga olib ketamiz deydi bozorchi akalarimiz. 3700 ga berilmadi. 3800 biz yana savdosini qildik egalariga. Sal balandroq sotinglar deb aytishdi. 4000 qo'yib yuboramiz. Mashina ma'lumotini berib ketaman. Olib sotishga nechi pulga shu mashinaga pul tikkan bo'lar deylar. 2011-yil kraskalari ustiga kelsa, ash kriloda bor. Partida kichkina petnosi bor eshigida. Tumshug'ida mana rashti lentasini o'zida kraska ko'rdik biz. 2011 186 ming yurgan. Polni shumka bo'lgan. Tom, tarpetka hamma yoq bo'lgan, salon holatlari, tepa holati material tortilgan ekan, avtomat korobka. Mashina yurgani yaxshi, 186 ming. Metan gazi bor. Mashinani yengi, mana 4 ta balon. Butun aylantirib ko'rsatib, holatini bitta ko'rsatib ketamiz. 4000 yozib ketasizlar, narxi minuchiga yaxshimi yoki qancha qimmat? O'zingizlar fikringizni yozib ketasizlar. Olib sotishga biz 3800 qildik, lekin egalari berishmadi.